yashang deb yozib yuboribdi. Buni tan olish kerak. Shuning uchun ham mana qancha ayollar, bo'lsa tan olinglar-da, qancha opa-singillarimiz Rossiyaga ketdi-da qaytib kelmayapti-ku. Yoki erkaklar ketadi-da qaytib kelmaydi. Nima uchun? O'zbekistonni yomon ko'rgani uchunmi? O'zbekistonga yetadigan jannat makon yo'q. Bu paxta emas. Men yaxshi ko'raman O'zbekistonni. Yaxshi ko'raman. Nima uchun men O'zbekistonni yaxshi ko'raman? Kim biladi? Buni ham yoritib beraymi? Men oilamni yaxshi ko'raman. Meni oilam men uchun kichkinagina jannat makon. Mana shu oila jannat makon bo'lsa, siz уже mahallangizni yaxshi ko'rasiz. Tushunasizmi? Mana shu bitta meni uyimdan chiqayotgan nur bor-ku, jannatning nuri. Bu mahallaga ham, rayonga ham, Toshkentga ham, O'zbekistonga ham tarqaladi. Mana ko'rdingizmi? Sizlarda esa uylaringda baxt yo'q. Uyingiz do'zax, jannat emas. Shuning uchun ham siz o'zingizni olib qochasiz Rossiyaga. Bitta 4ta 5ta bolangiz qoladi. Nechtasi bor? 12 yildan beri Rossiyada yuribman, Altın opa. 5 yildan beri Rossiya. Oy, nimaga qaytmayapsiz uyingizga? Shu vaqtim bo'lmayapti, bilmayman, yuragim bezillaydi, uyga borgim kelmaydi deydi. Nima uchun?